Bismillahirrohmanirrohim. Oila muqaddas. Buni qiyinchiligi, bularni ehtiyot qilish, bularni parvarish qilish, bularni himoya qilish mushkul, mashaqqatli, mas'uliyatli vazifa bo'lganligi uchun ham Alloh azza va jalla oilaga erkakni rahbar qildi. Endi erkak oilasini boqishlik kerak asizlar. Mana shu juda katta bizga o'rnak bo'lar ekan. Ba'zan oilasini kechirasizlar, o'z holiga tashab qo'yish, oilasi bilan ishi bo'lmaslik, hamma narsani o'zini ayolini bo'yniga yuklab qo'yib, u qiladi deb o'zi ertamandan kechgacha televizor ko'rib, yonboshlab yotib, ayoli olib kelgan narsani iste'mol qilib yotgan erkaklarimiz ham hozir afsuski jamiyatimizda bor. Ularni ko'pchiligimiz ko'ryapmiz, hayron bo'lyapmiz. Qanaqa degan gap bu? Ayoli ertamandan kechgacha yugurib yegilib pul topib kelsa-yu, eri uyda bolasiga qarab ovqatini qilib yotsa, axir shariatimiz buni aksini qilmaganmi degan holatlarni ham aytilyapti. Kunlardan bir kun azizlar, men shunday bir narsani guvohi bo'ldim. Mana bir viloyatga marosimga olib borishdi. Mashinada ketyapman-u, yo'lda yo'l chetida sahar juda ham ko'p ayollarni turganini ko'rdim. Men so'radimki, bu ayollar nimaga turibdi desam, meni olib ketayotgan yonimdagi haydovchi o'sha yerlik odam menga aytdiki, domla, bular mardikor ayollar dedi. Bular nima qiladi desam, hozir bularni olib ketib o'sha bog'da, u yoqda ishlatishadi. Men aytdimki, bu yaxshi emas. Mardikor degan so'zni ayolga ishlatishlik durust emas. Nimaga dedi? Chunki o'zi to'g'ri kelmaydi. Mardikor bu tojikcha so'zdan olingan bo'lib, mard deb yigitni aytadi, kor deb ishni aytadi. Mardikor ya'ni ish qiladigan yigit degani. Umuman bu atamani ayol kishiga ishlatish mumkin emas. Erkaklar uchun ishlatiladi. Qanday qilib bu ayollar erta sahardan bechoralar bu yoqqa chiqib turib, erkaklar qilish kerak bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi mardikorchilikda bular qanday qiladilar deb bir qalbim mahzun bo'lib o'tib ketdim. Marosimga bordik, keyin qaytishda bir bozorga kirdim. Qarang, bir payt ikki oyog'i yo'q bir odam qo'llarida boshqariladigan nogironlar o'tiradigan aravachada o'zi yurib keldi. Men ko'rib bir ichim og'ridi, u kishiga rahmim kelgan bo'ldi-da, bir ozgina ehson qilib haligi nogiron yigitga bergan edim. U menga qaradi-da, "Men tilamchi emasman" dedi. Juda ham xijolat bo'lib ketdim. "Yo, tilamchilik ma'nosida emas, birodarchilik ma'nosida beryapman" dedim. "Men birovni sadaqasiga muhtoj emasman. Agar bozorlik qilsangiz olib chiqib berib tirishlik qilaman" dedi. Qarasam, haligi qo'li bilan boshqaradigan o'sha nogironlar aravachasini orqasiga moslama qilyapti. Savatchani moslab qo'yibdi-da, odamlar xarajat qilsa, o'shinga solib mashinasigacha olib chiqib berar ekan. Men ko'rib juda ham ta'sirlanib ketdim-da. O'zi ozginagina narsa olgan bo'lsam ham xijolatchilikdan chiqishim uchun mayli deb o'sha aravasini orqasiga, savatchasiga haligi narsani solib, to tashqariga chiqquncha olib chiqib bering dedim. Chiqib ketyapman-u, sekin gapga solib ketyapman, "Birodar, qachondan beri bunaqa holatdasiz?" desam, o'zi yaxshigina aqllari raso yigit ekan, bir oz mahzunlik bilan javob berib aytdilarki, "Bundan 5-6 yil muqaddam avtohalokatga uchrab, mana shunaqa oyog'imdan ayrilganman, domla" dedilar. Men keyin "Oilalimisiz?" desam, "Ha, oilaliman, 3 ta bolam bor, ayolim bor." Men aytdim, "Endi siz bunaqa holatda ekansiz, yoningizda birortasi birgalashib chiqib yordam bersa bo'lmaydimi?" desam, mendan juda xafa bo'lib ketdilar-da. "Ayolim uyda o'zini ishini qilyapti, lekin men oilamni boqishlikka qodirman, domla. Hozircha qo'lim harakat qilyapti, oyog'im yo'q bo'lsa, qo'lim ham bo'lmay qolsin, keyin bu ishlarni ayolimga topshiraman" dedi. Nihoyatda xijolat bo'lib ketdim va u yigitni mana shunday jasoratidan, u yigitni oila parvarligidan, oyog'i yo'q bo'lsa ham, nogironlar aravasida yurib bo'lsa ham, oilamga o'zim nafaqa qilaman deyotgan bu pahlavon yigitdan xursand bo'lib haqqiga duo qildim. Va buning uchun juda katta savoblar olishligini u yigitga aytib ketdim. Haqiqatda ham azizlar, oila rahbari oilasini boqishlik uni majburiyati. Har bir oila rahbari o'zi boqadi. To'g'ri, bu bilan ayollarimiz hech narsa qilmasin, ishlamasin demoqchi emasman. Ayollar agar o'z ixtiyorlari bilan oilasiga yordam qilsa, jamiyatga bir hissasini qo'shishlik niyatida qilsa, ularning himmati, ular uchun ming rahmat. Lekin majburiyati emas. Oilani boqish, oilani tebratish, oilani ta'minlash, oilani himoya qilish, bu hammasi faqatgina erkak kishining zimmasiga yuklatilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam eng katta savob, ajr bu o'z oilangga sarflagan dinor dedilar. Shunday ekan azizlar, biz oilamizni tebratishlikdan, oilamizni rizqini qidirishlikdan, biror bir kasb-kor qilishlikdan
aslo diqqat bo'lmasligimiz kerak. Balki buni faxr bilan qilib Allohdan so'rasak, Alloh o'zi ularni har birining rizqini sochib qo'ygan ekan. Biz orqali, erkaklar orqali sabab qilib qo'ygan ekan, qo'limizdan kelganicha ularni ta'minotini qilib boramiz. Ba'zan oiladagi muammolar, oiladagi kelishmovchiliklar kelinni uyiga borishligidan chiqadi. Bizga shunaqa oilaviy mojarolar bilan murojaat qilinganda o'rgansak, kelin uyiga borishlikni iltimos qilgan bo'ladi, kuyov bola borasan degan bo'ladi, qaynona yo'q deydi, yoki qaynona borasan desa kuyov bola bormaysan deydi. Shunaqa natijada oilada kelishmovchilik chiqadi. Ba'zi oilalar kelinlarni qachon uyga borishligini belgilab ham qo'yadi ekan. Masalan, bir oyda bir marta borasiz uyingizga. Bir oyda bir marta ko'rishlikka haqqingiz bor. Mana shuncha oyda borganingizda yotib qolishlikka haqqingiz bor. Mana bu soatdan mana bu soatgacha kechirasizlar. Axir bu erkin bir ayol bo'lsa, zindonda yoki turmada emas-ku, biz unga ma'lum bir kunni belgilab qo'ysak, qachon onasini sog'inishligini bilmaymiz-ku, qachon otasini ko'rgisi kelishligini bilmaymiz-ku. Aslida shariat bo'yicha haftada bir marta deyilgan ayolimiz ota-onasini ko'rishlik haqqiga ega. Bundan to'xtatishga haqqimiz yo'q. Buni ham e'tiborga olish kerak. Bu ham ayolimizni ota-onasini uyiga olib borishlik juda katta muammo bo'lib ketadi. Nega borish kerak ekan? Nima uchun boraveradi? Ammo o'zimiz ayolimizni o'rniga o'zimizni qo'ymaymiz. Axir biz bir kun onamizni ko'rmasak qancha sog'inamiz? Bir kun otamizni ko'rmasak qancha sog'inamiz? Jigarlarimizni ko'rmasak qancha sog'inamiz? Nega endi ayolimizga ma'lum bir kunlarni, ma'lum bir muddatlarni qo'yib, soatlarni qo'yib, shartlarni qo'yib, mana buni qilsang keyin borasan, mana buni qilmasang bormaysan, mana bu paytda borasan degan narsalarni aytishligimiz kerak. Bu noto'g'ri, bu adolatsizlik. Aslida qachon ko'rgilari kelsa bundan to'smasligimiz kerak. Bu shariatimiz ko'rsatmasi. Shunda oiladagi mojarolar ham to'xtaydi. Vaqtlar keladi, hali hayot oldinda shunaqa davrlar keladiki, hatto muhtaram kuyov to'ra, siz ayolingizni uyingga bor deb yubora olmaysiz ham. O'zini bola chaqasi bilan ovora bo'lib ketganidan, sizni xizmatingizga berilib ketganidan, oilani bir bekasi, onasi bo'lib qolganidan hatto o'zini ota-ona uyiga borishlikka ham vaqt topolmay qoladi. Hozir esa siz biroz sabr, qanoatda turishligingiz, ularga o'z ota-onasi bilan ko'rishlikka imkoniyat berib turishligingiz kerak. Bu ham sizni ayolingizga bo'lgan hurmatingiz, ehtiromingiz bo'ladi. Albatta siz ayolingizni ota-onasi bilan ko'rishtirishlikdan qaytarsangiz, oilada mojaro chiqadi. Ayolingizni hayoli parishon bo'ladi. O'z bolasiga ham e'tiborsizligi kuchayadi. Ko'ngil g'ashlik bo'ladi. Shuning uchun bu narsadan aslo to'xtatmaslik kerak. Ayollarimizdan fazilat izlab yashashimiz kerak azizlar. Har doim bir xil bo'lmaydi. Chunki bir narsani mana yigitlarimizga, yosh uylangan kuyov to'ralarimizga aytib qo'ymoqchimanki, siz uylangunga qadar hayolingizda mana shunday bo'lish kerak edi deb orzu qilgan ayol bu jannatda. Ayol borki, uni kamchiligi bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ayol kishi bu qovurg'adan yaralgan, qovurg'a qiyshiq bo'ladi. Uni to'g'rilayman demanglar, to'g'rilayman desanglar sindirib qo'yasizlar, sindirishinglar taloqdir dedilar. O'zi aslida vujudda yaralishlikda mana shunday qiyshiqlik bor. Ayollarga xos bo'lgan injiqlik bor. Ba'zi kamchiliklarni ko'rganda boshqa fazilatlarini izlash kerak. Aytaylik, ovqatni yomon qilar ekan, lekin boshqa ishlarni yaxshi qiladi. Sizga chiroyli muomala qiladi. Siz bilan husn-u odobda bo'ladi. Yoki bo'lmasa, sizga uncha muomala qila olmayotgan bo'lsa, uy yumushlarini yaxshi qilishligiga qarang. Qaysidir bir yaxshi fazilatini ko'rib, mana shu fazilatini ustun qo'yib, narigi kamchiliklariga ko'zni yummoqlik kerak. Biz ayollarimizni ayollariga xos bo'lgan tabiatiga yarasha munosabat bildirishimiz kerak. Biz bir narsani bilaylikki, er va xotin orasini buzishlikka harakat qilayotgan bu iblisdir, bu shaytondir. Aslo uni yo'liga yurmasligimiz kerak. Balki darhol Allohdan, shaytondan panoh so'rab, ayolimizni kechirishlikka, kamchiliklariga ko'z yumib tursak, inshaalloh xayrli, yaxshiliklar o'rniga bo'lishiga umid qilmoqligimiz lozim. Shuning uchun muhtaram kuyov to'ralarimiz o'zini ayollarini, jufti halollarini xuddi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hurmat qilgandek hurmat qilsalar, mana shunday e'zoz qilsalar, inshaalloh kelajakda bu oila baxtli, saodatli bo'ladi. Albatta, erkaklarning vazifalari juda ham ko'p. Og'ir, mashaqqatli vazifalarimiz bor. Lekin shuning bilan birga mana shu qilinayotgan har bir vazifalarda orqasida katta-katta savobni umid qilamiz. Ayollarimizni
ham moddiy ham ma'naviy bizda haqqi bor ekan, moddiy haqlarini ham ma'naviy haqqlarini ham doimo ado qilishlikka biz harakat qilishligimiz kerak. Inshaalloh biz yana ayollarimizni ham qanday vazifalari bor, erlarni ayollarda qanday haqlari bor, bular haqida ham suhbatlashamiz. Bugun bir oz bo'lsa-da muhtaram kuyov to'ralarimizga, ayollariga mehr oqibatli bo'lishlikka, muhabbatli, sadoqatli bo'lishlikka chaqirib qolamiz.